Vatan sehri. Allaviya Boboyeva. Men u bilan Boltiqbo'y shaharlaridan biri Tallinda tanishgandim. Kechqurun mehmonxonada dam olib o'tirib, ko'zim telefon kitobchasiga tushib qoldi. Men uni qo'limga oldimda varaqlay boshladim. Kitobning birinchi sahifasining ilk satri Abbosov I.A. familiyasi bilan boshlanardi. Ko'nglim orziqib ketdi-da, beixtiyor nomer tera boshladim. Menga Abbosov I.A. kerak edi. Men sizni eshitaman. Men Bakudanman. Bakudan? Ha, Bakudanman. Suhbat rus tilida ketayotgandi. Gap shundaki, men sizni tanimaganimdek, siz ham meni tanimaysiz. Mehmonxonadagi telefon kitobchasini shunchaki varaqlay turib, familiyangizga ko'zim tushib qoldi. Shundan keyin bu yerda ham mening hamyurtlarim bor ekan deb qiziqsinib qoldim. Trubkadan kulgi ovozi eshitildi. Ozarbayjonliklar juda sho'x bo'lishadi. U biroz jim turdi-da, so'ngra kulganicha gapida davom etdi. Sho'xlik yomon ma'noda emas albatta. Har narsani o'rganmoq, har narsani bilmoq orzusi insonning eng yaxshi xususiyatlaridan biri. Yaxshi xususiyat deyapsizmi? So'radim endi Ozarbayjon tiliga ko'chib. Unda ijozat bersangiz, sizga bir savol bilan murojaat qilsam. U so'zimga tushunmadi shekilli, uzr so'radi. Ozarbayjon tilini bilmasligini qisinib bo'yniga oldi. Ozarbayjondan chiqqaningizga ancha bo'ldimi? Men hech qachon Ozarbayjonda bo'lmaganman, dedi u. Ha, odam ozarbayjonlik edi, Qorabog'dan. U yerda Shusha degan bir joy bor. Shusha so'zini u shunday talaffuz etdiki, hatto suhbat nima haqida ketayotganiga tushunmay qoldim. Odam Ozarbayjonda ulug'vor tog'lar tepasida Shusha nomli qishloq bor der edi. Men o'sha yerdanman. Shusha qishloq emas, ko'hna, go'zal bir shahar. Shunday bo'lsa bordir. Otam urush yillari bir eston qizi bilan tanishib, unga uylangan. Urushdan keyin esa vataniga qaytmagan. Uning ko'nglini ko'targan bo'ldim. Urush ko'plarni vatansiz qoldirdi. U rus tilida gapirsa-da, baribir eston laqchasi shundoqqina sezilib turardi. Sizga bir taklifim bor edi. Marhamat, ijozat bersangiz uchrashsak. Bosh ustiga. Lekin avvaldanoq shuni aytishim kerakki, men siz o'ylaganingizdek yosh emasman. Meni ko'rganingizdan keyin o'z taklifingizdan pushaymon bo'lmang deb qo'rqyapman. U yana kuldi. Men ham unchalik yosh emasman. Necha yoshga kirgansiz? 30 ni urib qo'yganman. Demak men sizdan taxminan 2 marta kattaroq ekanman. Buning hech qanday ahamiyati yo'q. Siz 90 yoshga kirganman desangiz ham men siz bilan ko'rishishdan bosh tortmasdim. Yaxshi, roziman. Ertaga kechqurun soat 6 da Oltin Rangar restoranda uchrashamiz. U meni uyga taklif qilsa kerak deb o'ylagandim. Lekin bu go'zal udum asriy Kavkaz tog'lari ortida qolib ketganini hisobga olmay, shunday o'yga borgandim. Ehtimol Kavkaz tog' cho'qqilari baland bo'lgandan telba shamollar yo'lini to'sgandek qadim udumlar va an'analarning ham bizda saqlanib qolishini ta'minlagandir. Ertasi kuni Oltin Langar restoranda uchrashdik. Devorlarida keksa Tomasning zirh qalqoni tasviri aks ettirilgan, g'ira-shira yoritilgan restoranda odam ko'p edi. Stollar atrofida aksar kishilar ikkita-ikkitadan o'tirishardi. Yoshlar bir-birlariga ko'z tikib suhbatlashishar, tez-tez sharobli qadahlarning jarangi eshitilib turardi. Biz tomonlarda agar shuncha odam bir salonga yig'ilib qolgudek bo'lsa, ularning shovqin-suronlaridan quloqlar bitishi turgan gap. Stollar ustida yonib turgan shamlarning zaif nurida salonni ko'zdan kechirdim. O'ng tarafdagi deraza qarshisida o'tirgan yosh yigit papirosini kuldonga bosib o'chirdi-da, o'tirgan joyidan turib men tomon kela boshladi. Qarshimda baland bo'yli, yelkador, qora qosh, qora ko'z, jingalak sochlari bo'yniga qadar tushgan chiroyli bir yigit turardi. Unga qarab 30 yosh berib bo'lmasdi. U 30 dan ancha yosh ko'rinardi. Yigit oyoqlarini juftlab menga bosh egdi-da, "Agar yanglishmasam, siz mening Bokudan kelgan mehmonimsiz-a?" dedi. "Yanglishmadingiz." Men o'z ismimni aytdim. U ham ismini takrorladi. Abbosov Imron. Ha, uning ismi Imron edi. Lekin bo'g'inga urg'u bergandan uning odatdagi ozarcha ismi quloqqa g'alati eshitilardi. Ro'para o'tirdik. Umumiy ohangni buzmaslik uchun o'zaro shivirlab gaplashishga majbur bo'ldik. Baribir ovozimiz atrofimizda o'tirganlarning diqqatini jalb etardi.
Biz qadim shaharda qadim obidalarning saqlanishi, zamonaviy binolarning ko'hna binolarga mutanosibligidan finlar tomonidan tiklangan Viru mehmonxonasining bu hamohanglikni buzib turganidan, Keksa Tomasdan, Baqaloq Margarita va Jajji Margarita minoralarining tarixidan, Brita sohilining insonni dong qoldiruvchi hayratangiz go'zalligidan, Ratusha maydonida 16-asrdan beri ishlab kelayotgan dorixonaning g'oyatda ustalik bilan ta'mir etilganidan, Eston xalqining kitob hamda gullarga bo'lgan muhabbatidan, yana undan bundan gaplashgancha oqshomni qoraytirib soniyalarni daqiqalarga, daqiqalarni soatlarga uladik. Bilasizmi, shahringizda gullar turli-tuman skameykalarni bezab turishi menga juda ham yoqdi. Bu skameykalarni hech qachon gul chechaksiz ko'rmaysiz. Qor, yomg'irli havoda ham, xoh kechqurun, xoh tong saharda bo'lsin, hatto ko'chalarda qatnov to'xtaganda ham skameykalarni gul bezab turadi. Bu ham mayli-ya, agar gulsiz ketayotganingni ko'rib qolishsa, senga albatta gul taklif qilishadi. Kecha kechqurun mehmonxonaga qaytayotganimda bir kampir meni chaqirib qoldi. O'zimcha u biror narsa haqida so'ramoqchi shekilli deb o'ylagandim. Lekin keyin bilishimcha, kampir gul olmaganimni esimga solayotgan ekan. Bu juda yaxshi odat. Xuddi shunday, lekin bu borada yaponlarga yetib bo'lmasa kerak. Ular hayotni umuman gul chechaksiz tasavvur qilisha olmaydi. Yaponiyada hatto gul ilmi, gul tili mavjud. Yaponlar dillaridagini bayon qila olishmasa, darhol gulni yordamga chaqirishadi. Bundan chiqdi, Yaponiyada bo'lgan ekansizda. Dunyoda oyog'im tegmagan biror qit'a qolmagan. Demak, tug'ilgan yurtingizdan boshqa hamma yerda bo'lgan ekansizda. Ko'rmaganingiz o'zi ham birgina Ozarbayjondir. Uning bolalarnikiga o'xshagan quyuq kipriklari orasidan menga dunyoning achchiq-chuchugini tatigan, ko'rganlarning mohiyatini tushunib yetgan, past-balandni bilib olgan odamning, yetuk insonning ko'zlari o'ychan boqdi. Endi unga bemalol 30 yosh bersa bo'lardi. Xuddi shunday, otamning vatanida bo'lganim yo'q. U gapga tushib ketib, Yaponiyada, Chikagoda, Parijda ko'rganlarni hikoya qila boshladi. Uning hikoyasicha, Ispaniya gullar va muzeylar o'lkasi. Yaponiyada go'zallik va nafislikka sajda qiladilar. Gollandiyada saharlab gullar bilan salomlashadilar. Bu o'lkadagi qizil lolalar boshqa hech qayerda yo'q. Gollandiyaning qizil lolalari samolyotlarda butun dunyoga jo'natiladi. Men uni tinglab, xayolga cho'mgancha ona vatanim haqida o'yladim. Chunki vatan bu shartli jug'rofiy territoriya emas, balki u inson idroki bilan yuragining mustahkam, ayrilmas birligidir. Vatanni tark etmoq, vatanni unutmoq mumkin emas. Vatan sening nafasingda, yuragingdadir. Umring tugab hayotdan ko'z yumganingda ham u sen bilan birga bo'ladi. Suhbatdoshim nafasini rostlab, shampan shishasini kraxmallangan salfetka bilan ushlagancha qadahlarga sharob quya boshladi. Gollandiyadagi qizil lolalarning urug'i qayerdan olinganini bilasizmi? So'radim men undan. U shishani dasturxon ustiga qo'ydi-da, yoydek qoshlari yuqori ko'tarilib, hayratli yuzimga qaradi. Endilikda butun dunyoga mashhur o'sha Gollandiya qizil lolalarining urug'ini Ozarbayjondan sovg'a qilib yuborishgan. Juda ajoyib-ku, bunaqaligini men bilmas edim. Mana shunaqa do'stim, Ozarbayjon ham gul chechaklar o'lkasi. Siz Tokio, Parij, Chikago haqida gapiryapsiz. Men u shaharlarni ko'rmaganman. Ammo lekin men uchun Ozarbayjon u yerlarning hammasidan ham go'zalroqdir. Chunki u meniki. Aytishingizcha otangiz Shushadan-a? Shushaning qanchalik go'zalligini bilmasangiz kerak. Bu yerlarda lola o'stirmaydilar. Ammo nishabliklar tog'larning yonbag'irlari ko'z ilg'amas qizil lolalar bilan burkanganligini bir ko'rsangiz edi. Qarab ko'zingiz qamashib ketadi. Menga go'yo tabiat dunyoning butun alvon ranglarini, go'zalligini shu shaharlarda jamlaganga o'xshab tuyuladi. Shushaning havosi va suvi shu qadar shaffof, o't-o'lanlari shu qadar zumrad, lolalari shu qadar yoqut, quyoshi shu qadar porloqki, menimcha Shushadanman deb Shushani ko'rmaslik uyatdir. Albatta borish, u yerlarni ko'rish ham farz, ham qarz. Bilsangiz, u yerning yana bir xususiyati bor. Ozarbayjonning mashhur mug'anniylari barchasi Shushadan chiqqan. Shushaliklar yosh-u qari hammasi qo'shiq shinavandalari. Ularning hammasi kuylaydi. Ovozlari juda shirali. Buning siri nimada? Balki Shushaning suvida yoki havosida bir hikmat bordir. Yoxud tuprog'ida. Yangi tanishim kulimsiradi-da,
Odam ham kuylashni yaxshi ko'rardi dedi. Hamisha bir qo'shiqni xirgoyi qilib yurardi. Biz uning tilini tushunmasdik. Uning qo'shig'i haliyam qulog'imda yangrab turadi. Faqat so'zlarini yodimda saqlab qolmaganman. Chunki bu qo'shiqning ohangi bizning qo'shiqlarimiznikidan butunlay boshqachadir. O'zi ham qayg'uga cho'mgan damlardagina kuylardi u qo'shiqni. Uning qo'shig'ida visol tashnaligi, sarobga aylangan muhabbat kuylanardi. Ota o'z vatanni qo'riqlash uchun jang qilgandi. O'g'li esa otasining tug'ilgan diyoriga bo'lgan muhabbatini qalb qa'rida u kuylagan qo'shiq xotirasida ardoqlab saqlayotir. U nimandir xotirlaganday yana kulimsiradi. Otamning vafot etganiga 3 yil bo'ldi. O'limidan 4-5 oy oldin Bakuga borgandi. Kasal bo'lgani uchun doktor uning Shushaga borishiga ijozat bermagandi. Bakudan qaytib kelgandan keyin o'ylanmadi. Qabrimga bir siqim vatan tuprog'idan sepgan deb vasiyat qilgandi, deya suhbatdoshim o'yga toldi. Eshik ochilgandi. Ichkariga quyoshning alvon nuri mo'raladi. Tallinda yilning bu paytlarida quyosh juda kech botardi. Kimdir eshikni yopdi. Go'yo quyosh nurlari ichkarida qolishidan qo'rqqanday tezda ularni yig'ishtirib oldi. Suhbatdoshim xuddi uyqudan uyg'ongandek jonlandi. Uzun-uzun billur qadahlarga yana oz-ozdan sharob quydi. Sharobning ko'pigidan ko'zini uzmay qadahni ko'tardi. Sizning sog'lig'ingiz va tanishganimiz uchun tashakkur. Bakuda, ya'ni Shushada ko'rish sharafiga. Sharqliksizda, asl sharqliksiz. Sharqliklarda qardoshlik hissi juda kuchli bo'ladi. Qardoshlar hech qachon judolikni istamaydilar, judolikdan qo'rqadilar. Shundaymi? Buni faqat sharqliklarga xos hissiyot deb hisoblaysizmi? Tasavvur qilingki, poyezdda ketyapsiz. Vagon derazasidan bepoyon dalalarni tomosha qilib ketyapsiz deylik. Birdan kimdir vagondan yiqilib ketish xavfi tug'iladi. Shunda siz nima qilardingiz? Suhbatdoshim yelkasini qisdi. Menmi? Yo'q, umuman so'rayapman-da. Shubhasiz, hamma ham biror chora ko'rishga intiladi. Biri shovqin-suron ko'taradi, boshqasi odamlarni yordamga chaqiradi. Biri esa stop kranini bosib poyezdni to'xtatadi. To'xtatib jabrlanganga yordam qo'lini cho'zadi. Suhbatdoshim kulimsiradi-da hazilga ko'chdi. Yiqilgan odam sening qo'lingni tutishni istamasa-chi? Sen chetda tursang, u sening qo'lingni tutish yo tutmasligini qayoqdan bilasan? Buning uchun menimcha sharqlik yoki g'arblik bo'lishning hech qanday ahamiyati yo'q. Avvalo inson bo'lish kerak. Albatta shunday, inson bo'lish kerak. Eng avvalo inson bo'lish kerak. Oraga cho'kkan jimlik suhbatdoshimni bezovtalantirdi. Qadahga quyilgan sharobning ko'piga bosildi. Uning vasiyatini bajo keltirdingizmi? Kimning? Ha, otamni aytyapsizmi? Boshini chayqadi. Afsuski yo'q, ish ko'p, qo'l tegmayotir. Balki bu yoz bir iloj qilib borarman. Bormasa kerak, bormaydi. Nima bo'lsa ham menga shunday tuyuldi. Otaning qabri o'z o'lkasi hasratida. Ko'z o'ngimda tanho bir tepalik jonlandi. U o'rnida qimirlab qo'ydi. Mening qalbimdan o'tayotgan o'ylar uni bezovta qilganday bo'ldi. Nima bo'lsa ham bexosdan bo'lgan bir turtki uning mudrab yotgan ichki tuyg'ularni ko'zga ko'rinmas loqator to'lqinlari kabi harakatga keltirib uyg'otib yubordi. U boshini xam qildi. O'zinimi yoki menimi amin etmoq, ishontirmoq uchun dedi. Albatta boraman. Shushada ham bo'laman. U yerlarda lola qachon ochiladi? Bahorda, may oyida. Tog'da esa biroz kechroq. Ha, mayning oxirlarida boraman, lolalar ochilganda. Vatan sehrli bir qudrat. U seni ohangraboday o'ziga tortadi. Tuprog'i ham, toshi ham tortadi. Nafasi-yu qo'shiqlari ham, alvon lolalari ham.